sayar qabul ishtirokchilari bugungi sayar qabulimizni Agrobank tomonidan o'tkazishga rejalashtirilgan ko'pchiligingiz tanishlar tanimagandagi Agrobank boshqaruvchi o'rinbosari bo'lishligidan ismim Otabek. Bugungi sayar qabulimizning asosiy mavzusi qonunga siz qatlamni kamaytirish, daromadini yanada oshirishga mo'ljallangan. Shuning uchun Prezident farmoniga asosan bir qancha erkinliklarni ishlab chiqarilgan. Misol uchun biznesga endi boshlayotganlarga katta insoniy qarori asosida 5 million so'mlik kreditlarimiz bor. Undan keyin mahalla loyihasida 17 millionda mahalla tavsiyanomasi, mahalla bankarining tavsiyanomasi 17 milliondan 50 million so'mga ajratiladi. Naqd shaklda ajratiladigan kreditlarimiz bor. Bundan tashqari xabarlaringiz bor, oilaviy tadbirkorlik dasturidan kreditlarimiz ajratiladi. Bu kreditlarimiz tez sanaqa beriladi. Ta'minotchiga o'zi xohlagan narsani, xohlagan ta'minotchidan shartnoma qilib, o'sha asosida olsangiz bo'ladi. Narsa hozir uni ham 50 million so'mgacha, 100 million so'mga ochilgan, 100 million so'mga zaryadga topshirgan bo'ladi. Oila kredit platformasi orqali saytga beriladi. 50 million so'mga oila kredit orqali zaryadga beriladigan bo'ldi. Oldin bankka borib, mana shu narsalardan topshiradigan elektron pul orqali uydan chiqmagan holda zaryadkalar bersangiz bo'ladi. Ta'minotchini ham marketplace orqali topib narsaga qaratadigan mana shu kreditlar bo'yicha kimlar qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa yordam beramiz. Olish istagi bo'lsa, dokumentatsiyasi tushunmayotgan bo'lsa unga bemalol yordam beramiz. Shu nolozim agar nomeri bo'lmaydigan bo'lsa shu mahalla bankerimizdan bor, mahalla bankerimiz, mahalla agentimiz bor. Shulardan bemalol bog'lanib so'rasangiz bo'ladi. Unda qanaqa savollar bo'lsa bemalol javob beramiz.